Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti 22 dekabr Sharq Turkistonning matam günini xatırlash münasibəti bilan xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustaqillik harakatini qo'llashga chaqiriq qilish maqsadida Amerikaning poytaxti Washingtondagi Oqsaroyning oldida va Kanadaning Alberta shahrida namoyish o'tkazdi. Washingtonning oldida o'tkazilgan namoyishga Sharq Turkiston sürgündə hökumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor axborot e'lon qilib mundaq dedi. Xanımlar və əpəndilər, biz bugün demokratiya və erkinlikning simvoli hisoblanadigan Oqsaroyning atrofiga yig'ilib, Sharq Turkiston uchun cho'nqur tarixiy kun bo'lgan 22 dekabr milliy motam kunining ma'naviy ahamiyatini xotirlash munosabati bilan jam bo'ldik. Bu qora kun Sharq Turkiston tarixidagi yolg'iz eslatma bo'lib qolmay, yana Sharq Turkistonning 1949-yili Xitoy tajovuzchilari tarafidan og'dirib tashlanib, ishg'ol va mustamlaka qilinganligining eslatmasidan iborat. Bu kun tinimsiz bir besim, zulm, ishg'ol, irqiy qirg'inchilik, mustamlaka davrining boshlanganligining ifodasi. Tariximizdagi kimligimiz, erkinligimiz, mavjudligimizga qarata tajovuz boshlangan qora bir sahifa ochilganligining bishorati. Sharq Turkiston sürgündə hökumatining bosh ministri bo'lish suhbatim bilan yolg'iz hukumatimiz va Sharq Turkiston xalqimizga vakillik qilib qolmay, chet el tajovuzchi ishg'ol kuchlarining hokimiyati ostida zulmga uchrab, ovozini chiqara olmayotgan, mavjudligi va ma'naviyati yo'qotilayotgan xalqimning ovozini yangratmoqchiman. Bizning ro'yimiz, bizning mavjudligimiz zaxmi yegandimi, egilmas sunmas qaysirona ro'yimiz mavjudligini saqlaydi. İpek yo'lini azob va kurashning izlari qopladi. Bizning kimligimiz, urf-odatimiz, diniy e'tiqodimiz, mavjudligimiz to'xtovsiz tajovuzga uchramoqda. Ammo har bir Sharq Turkistonlikning ro'yi adolat, erkinlik, mustaqillikqa erishish, mavjudligini saqlash orzusi bilan tutashgan bu o'tni hech kim o'chira olmaydi. Bugun biz bu yerda yolg'iz motam tutib qolmay, hurlik, inson haqlariga erishish, izzat obro'yini saqlab qolishning kapolati bo'lgan Sharq Turkiston davlatining mustaqilligini asliga keltirishning jiddiyligini yana bir qatam alohida ta'kidlaymiz. Bu qora kunni xotirlash, bizning ko'rishimizning yolg'iz o'tmishimizni qayta ta'kidlash bo'lib qolmay, texmi muhimi Xitoy mustaqil Sharq Turkistonni o'rgandan keyingi irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat va mustamlaka yurgizayotgan Sharq Turkistonning kelajakdagi bexatarligini kafolatlantirish uchundir. 1949 yili dekabrdan 1952 yili yanvargacha Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyatiga qarshilik ko'rsatgan 150 ming Sharq Turkistonlik echinishliq turda o'ldirildi. Bu faqat sonliq ma'lumotlarni ko'rsatib qolmasdan, balki vatanimiz uchun yuragi so'qiyotgan otalarimiz, cho'ng dadalarimiz, cho'ng onalarimiz, tog'illarimiz, ommalarimiz, aka-ochilarimiz, singillarimizni ko'rsatdi. Milyonlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlari Xitoyning Sharq Turkistondagi tasavvur qilish mumkin bo'lmagan zulmiga bardoshlik berib kelmoqda. Ular jazo lagerlari va turmalarga qamalib, izzat obro'yi dafsanda qilindi. Ma'naviyati eng vahshiy usullar bilan sinab qilinmoqda. Bu lagerlar va turmalar yolg'iz sulab qo'yish o'rnida bo'lmasdan, balki bizning kimligimizni, merosimizni, insonlik mohiyatimizni, mavjudligimizni yo'qotish uchun ta'sis qilingan sistemlik etnik qirg'inchilik harakatidan iborat. Ammo bu vahshiyliklar yolg'iz bu yerlarda sodir bo'lmaydi. Milliondan ortiq qarindoshlarimiz Xitoyning ulug'vor iqtisodiy planlari uchun Xitoyning zavodlarida, majburiy emgak silish lagerlarida qul ishchi sifatida ishlatilib, nachar sharoitga bardoshlik berib kelmoqda. Bu xil majburiy emgak silish yolg'iz inson haqlariga dafsanchilik qilish bo'lib qolmasdan, dunyoning vijdoniga tekkan dog'dan iborat. Balalarimiz duch kelgan qiyinchilik yuraklarni ezadi. Milyonlagan Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilalaridan majburiy ayrilib, balalarning jazo lagerlari bo'lgan davlatning dariltamlari va yotoqliq maktablariga so'lanib, mingisi yuyilgan, tili, kulturi va kelib chiqishi unutildirilgan, assimilyatsiya qilinib, boshqa yot bir insonga aylantirilgan. Uning ustiga Sharq Turkiston ayollarining beshiga kelgan vahshiylik ergizmo mubolag'a emas. Necha 10 minglagan ayollar Xitoy erlari bilan majburiy to'y qildirish, necha 100 minglaganlari homilasini majburiy oldirib etish, milyonlagan homila majburiy tushirib etilishga o'xshash davlat qo'llagan tajovuzning qurboniga aylandi.
Bular yalğız kişilik haq huquqlarına daxli təruz qilish hisoblanib qalmay, balki Sharq Turkistondagi Türk jamiyatining qurilmasini oyoq osti qilish va yo'qotishdagi sistemli harakat. Bu majburiy to'y qildirish, homilasini tushirib etish, tug'mas qilib etish qilmishlari nupus qurilmasini o'zgartirishning quroli, irqiy qirg'inchilikning quroli. Ota-bovularimizdan qolgan yurtlarimizdan barg'ansiri yo'q qilishning rəhimsiz strategiyasi. Bu vahşilik yalğız hadise bo'libla qolmay, Xitoy hukumati tarafidan planliq turda elib berilayotgan kimligimizni, mavjudligimizni yo'qotish qilmishi. Xalqaro jamiyatning ko'z oldida real zamonda elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishi bo'lib, biz buningga sukut qilmasligimiz kerak. Biz Amerika hukumati boshchiligidagi xalqaro jamiyatni bu qilmishlarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish bilan qolmay yana amaliy konkret harakat qo'llanib to'xtatishga, nuqul bayonotdan olqib konkret tadbir qo'llanib Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyat harakatini majburiy oxirlashtirishini, Sharq Turkistonni besilingan davlat deb e'tirof qilishini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatini aktiv qo'llashini talab qilamiz. Bu yalg'iz axloqiy majburiyat bo'lib qolmasdan, balki irqiy qirg'inchilikdan qo'g'dinish, kelajakdagi mavjudligimizni, bexatarligimizni saqlashdagi zarur bo'lgan asosiy qadamdan iborat. Sharq Turkistonning mustaqilligi Sharq Turkistonning davlat manfaatidan olqib, Amerikaning manfaatiga, uningdan olqib xalqaro jamiyatning manfaatiga taqishidi. Sharq Turkiston xalqi va xalqarodagi barliq ommaga aloqador Xitoy o'tirg'i qo'ygan strategik mavjudlikqa qarata tahdidning halqaliq tangpunlikni saqlash rolini o'ynaydi. Mustaqil Sharq Turkiston kishilik huquq, adolat va insoniy qadr-qimmatning umid chirg'i. Biz zulmga qarshi turayli yoki zulmga ko'z yumayli, bizning ko'rishimiz dunyo jamiyati tashabbusining holatini aks ettiradigan aynak. Biz hozir tarixning burilish nuqtasida turyapmiz. Bu yerda bizning harakatimiz yoki harakatning kamchiligi insoniyatning musofasini belgilaydi. Oxirida men bugun bu yerdagi har birimizga va butun dunyodagi qo'llag'uchilarimizga minnatdorligimni bildiraman. Biz sizlarning hamkorligingizga muhtoj. Bizni olg'a siljitgan kuch bizni adolatga, mustaqillikka, hurlikka erishtirdi. Hurlikimizni qo'lga keltirib, mustaqilligimizga erishguncha biz kuchli bo'lishga majbur. U kuch erkin, mustaqil Sharq Turkiston qaytadan qurilmaguncha aram topmaydi. Bizni qo'llag'uchilarning tinmay qo'llab-quvvatliginiga, millatimizga bergan va'dasiga rahmat aytamiz. Biz birlikda kurash qilamiz. Birlikda mustaqil va hur Sharq Turkiston qurilgan, xalqi izzat obro'yi bilan erkinlik, xotirjamlik, tinchlik, adolat ichida yashaydigan yangi bir tongning otqanligiga shohid bo'lamiz dedi. Namoyishchilar Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning azobini tortayotgan xalq va vatanning o'lik uchun hayotini taqdim qilgan ajdodlarimizga hurmat bildirish yuzasidan 1 minut sukutda turgandan keyin shuar to'lab xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun yordamga chaqiriq qildi. Oxirida Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyer apandi xalqqa chaqiriq qildi. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Dunyoning qaysidagi barliq Sharq Turkiston qarindoshlar, hammalarniki bugungi juma kuninglar xayrli bo'lsin va bugun biz Xitoyning oldida turibdik, Amerikaningki poytaxti Washingtonningki Xitoyning oldida o'tirib xalqimizningki, ya'ni bu 74 yilninki balki ichilishli kunlardan biri Sharq Turkiston, mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetimizni Xitoy tajovuzchilar tarafidan aldırılıp o'tgan kunininki, ya'ni bu milliy motam kuni. Biz uchun eng qaral kunlardan birisida xalqaro Sharq Turkiston xalqininki mustaqilligidan voz kechmaganligini bildiryapmiz. Gerçi sonimiz bu yerda oz bo'lsin-u, biz ammamizningki Sharq Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan, inson bo'lish sifatimiz bilan, musulmon bo'lish sifatimiz bilan shu majburiyatlarimizni eng ojiz nuqtada bo'lsin-u ado qilishga bugun mushak keldim. Gerçi ben bir haftanın oldida ammamizga chaqiriq qildim. Amma davlatlarda uzturishlik davlatimizningki yolg'iz bir kishi bo'lsaqmi,
irademizni bildirip turishimiz kerak. Bu lanetli kunga qarshi turishimiz kerak. Bu işgaletni ergiz qabul qilmaydiganligimizni, Xitoyninki tajovuzchiligini, ishg'oliyatini, mustamlikasini ergiz qabul qilmaydiganligimiz va ergiz milliy mustaqilligimizdan voz kechmaydiganligimizni xalqaro bildirimlarda chaqiriq qildi. Ama ne yapsızki yana sademiz ardayımdaki müşinçilik. Fakat bir neçe devletlerde, yani Amerika'da, Eskas, Kanada'da bulamadı bu iş. Kalan yerdeki nüfusumuz köp sanlık, köp nüfusumuz var devletlerde. Mesela Kazakistan'da yani düşünemez. Yani ama keyif olmayı değil buldu. Ama Kazakistan'dakilerine hiç kendine olsa şehirli körendaşlarımız Koyga tutup, resimini tatip, sosyal medyadan paylaşıp, Twitter'da, Facebook'ta, WhatsApp'ta, Instagram'da bu lanetli bu müstakillikli lanetli ve Şarkı Türkistan'ın müstakillikten başka yok isterlikini bildirdi. Ama başka yerliklerin başlıyoruz. Bulutma özüne bazı numus kılmayın. Tek tanıtmasın özüne müstakil çileydi Allah. Ağzırkçı sıkıp doğantım. Kandak müstakilsinler. Kandak müstakilsinler. Özellikle ki Xitay tajavuzchilar tapın doğrultuğunu aldırırken günler karşı böyle zanetler yapılamasa kandak müstakilsinler. İnsanlık bir şarkı Türkistanlık buruşun ada kılamasa kandan müstakilsinler. Başka autonomiyacı münafıklanıyor ya da oturup böyle. O zaten kelmeydi o. O zaten kılmaydı. Onu bilmez. Ama müstakilci ben davet kallığa. Kırısın. Kırısının müstakilci bu onu. Kırı. Kırı. Müstakilcilik müşinçilik mi? Şarkı Türkistan'ın müstakillik için vay canımızı pida kılımız, vay andaklıytımız, vay akşgörçüklıytımız deyimiz. En adli nasıl kılanma olsan, Cenalı kanda pida kılışın. Kim işinip sana Cenalı pida kılışın için? Kim sana işiniz o? Kime akındırmadı? Karandaşlar. Ama Allah malum bulmuşmu bir kısımlarga, oyhaklarga, oygangan milletimizge malum bulayotgani şu ki bir türküm hain münafıklarınki oyunları tüpeledi. Oyunları davranışıyordu. Yakından yazı atılmış bronke iş yapan hain münafıkları, bazı hain münafık teşkilatlar aşı hain münafık ecdatlarını götürüp bizniki hazır kılan hain münafıklıkını ve kellikçilik kılgan hain münafıklıkını çapan yapış için, doğru kılış için şu hain münafık iş yapandilerini teşvik kılatıdır. Bu bir son bir suikast. Bu bir son bir suikast. Çünkü bulanın köylü kavmiyle yakın kelgісinde bulanın Xitay bilen yani mesela hamkorlashib bular bizning milliy mustaqilligimizni to'sash. Qanday bironki Eysa Alitekin bulandi, Masavr bulandi, boshqa munofiq xaylar bulandi. Shu qanday qilgan bo'lsa, Go'mondan qanday xizmat qilib, Sharq Turkiston, Sharq Turkiston jumhuriyati qarshi turgan bo'lsa, bugungi munofiqlarni bugungi milliy mustaqillik harakatimizga hech oshkorla qarshi ve bununla bazı halkımız nadonluk kılın. Bir kalısını işletmeyi kılın. Allah belirme akıl gibi biznesini işaret bir kılın. Yaraş hain münafıkların ki oyunun aldığını oturdu. Oyunuyuz kardeşler. Bizce bir dinlem yok, bir kişi yok. Ya müstakil olmaz, ya ölümüz. Bunların başka yok. Ya
Türkistan'ın müstakillik arasına keltirimiz, ya bu yerde küreş kılıp, en ahırlık neslimiz kadar küreş kılıp, ölüp, müşkül ederiz. İşki yolun başkı yok. Bari bu münafıklarlık, Eysa münafıklarlık Akkay'ın 74 yılı yazı dava kıldığında Abdülhamid'e Golmundan'ın maaş edip Abdülhamid'e davası kıygan münafıklar bugünkü halkımızın müşkırçılıkka, muş işgaliyetke, muş müstemliklik bulaşka sebepçi oldu. Ve bu yolu tutarken hain münafıklarımı sebepçi oldu. Müstakillikimizden tutarken. Ama şunu bilen ki sizler tutanmaysınız. Hak elbette kalb. Bizim yolumuz hak. Biz özümüzdeki tarihi mirasımız, ecdatlarımızdaki topraklarını, özümüzün topraklarımızda, özümüzün devletlerimizde, özümüzün devletimizden size getirimiz davetimiz. Ve bununla arkanda hain miraslarındaki kıskı müddetli toskunluk kıyım bilen o ahırda yani biz kalıp kılınız. Ve bula hesabını verildi. Bu dünyada mesela çokunun ahireti verildi. Ama inşallah bu dünyada bu hain münafıkla hesabını verildi. Şarkı Türkistan halkı sizlerin hain münafıklığındaki hesabını alıp Eysadı onunki başka hain münafıklığındaki hesabını o aldı. Allah öpüyor. Bu münafıklığındaki ahir zamanlarda bir kadın korkumlarını şu hainliklerin, şu münafıklıkların korkulduğu ve sizler o boşaş akıbetlikini kılsılar. Kırmızı duaklıkını mensizlerge hainlik Allah sizlerden yerden yaksak kesin. Sizlerin ki Allah'larını, kerçekini yerlere yaksak kesin. Bizdenki reygınımız şu. Eğer tövbe kılıp yol kayıtsan kayıt. Eğer bulmuşsan öyle kesseler bilen senin hain münafık. Xitay qanday düşmanın olsa sen Xitay'ın halkı sen bu şu dağıtmakşız düşmanımız. Şunu bil. Sen bu millet aldayanmaysan, sen bu milletini yoktanmaysan, bu müstakillik davasından vazgeçtiremeysen, bu müstakillikimizni asıl keltirip, bizni yoktanmaysan, biz yoktanmayız inşallah. Şunun için kardeşler, yani edelim, annemiz, eğer insan değil, gözümüzde insan değil olsa, Şarkı Türkistanlık değil olsa, biz insani burcumuzda, Şarkı Türkistanlık burcumuzda ada kılışımız gerek. Kulumuzun kâgene, kılışımız gerek Şarkı Türkistan'ın müstakillik için. Yazı alsak yazışımız gerek, okuyalsak gerek. Kıstadımız bilen bu davanı konuşumuz gerek. Özümüzün kelvesindeki aydınlarımızga, bugün de bizde sergardan yaşamak için, çıkılmamak için, insan değil, Müslümandaki şu devletimizin müstakilliğini gösteriş şart. Şunun için bu yolda birinci nişanımız bu gerek. Daimda başkanası kuru yalvar. Bizdeki kes özden. Vaktimiz kendini gezdirir. Ecelimiz bu milletin eceli kendini gezdirip kısılıp gidiyordu. Eğer biz onu hareket kılmasak, millet sütüde, umumi halk sütüde hareket kılmasak biz kırılıp gittiğimiz. Ve bizimki Allah'larımız, eğer Allah'larımız kalsa bizne lanetli. Aşağıda, kurumlarda, kamplarda, kırılıvattan, öldürülattan, baskıncılık sıravattan, kırındıklarımız bizne lanetli. Kıyamette annesi bizdeki giydiğimizin sıkıntı. Sen inkar ettin batıl. Ne biçim şartlar sanki için kırık. Ne biçim bizim kuruluşumuz için kırışkımızın değiliz kardeşler. Şöyle ki, valla bu bozanla, birinci farzanla, moğoluk buluştuklarına, ulama, dini ulamalık buluştuklarına bilen, Şarkı Türkistan'ın müstakillikle sökültürük için fatva buluşumuz gerek. Halkını bu yol seferlik buluşumuz gerek. Dini, ziyaliler olsanlar,
dini ve ekmeni bozma yarışlar halkını müstakillik yolu tekleşişine gerek. Teşkilatlara, aktivistlara bu müstakillik yolunun başka yolu yok gelirken onu bir halkımızga muşunu yıkılışına gerek. Muşunu yıkılışına gerek. Hazır payda müstakillikten başka neyse teşebbüs kılışlık hainlikten başka neyse emas. Hainlikten başka neyse emas. Fakat Xitayga vaqt yaptırış ve Xitayga vaqt yaptırış hainliktir. Aldı bilen müstakillik. Onun için bir dinimin erkinlikimiz bu. Onun için kişilik hukukumuz bu. Onun için insanlık yaşaş, insandaki yaşaş postumuz bu. Kanadada ötküzülgen namayışta Şarkı Türkistan sürgündü hükümetinin baş ministeri Abdulahat Nur Efendi axbarat e'lon qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum Sharqiy Turkiston xalqi. Assalomu alaykum muhojiratdagi barliq aziz qarindoshlar. Hammamizning hamma vaqtimiz xayrlik bo'lsin. Qarindoshlar, bugun 2023-yili 12-oyning 22-kuni. Sharqiy Turkiston tarixidagi eng musibatlik ve achinishli bir kun. Chunki 74 yil burun naq bugungi kunda vatanimiz Sharqiy Turkiston Xitoy tajovuzchilari tomonidan qonunsiz holda qurolliq besib olingan va Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Milliy armiyasi aldamchilik bilan tarqitib etilgan kun. Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharqiy Turkistonga tajovuz qilib kirgan kundan tortib, texmi to'g'risi milliy armiyamiz tarqitib etilgan kundan tortib, Sharqiy Turkiston xalqiga chidag'isiz zulmlarni qilib kelmoqda va Sharqiy Turkiston xalqini tamoman yo'q qilish uchun qatlam qilib kelmoqda. Xitoy tajovuzchilarining plani boshida Sharqiy Turkiston xalqini butunlay yo'q qilish bo'lg'achqa, bechora Sharqiy Turkiston xalqiga qasdan inson tasavvuridan halqagan og'ir zulmlarni ravo ko'rib keldi. Bu zulmlarga qarshi chiqqan yoki e'tiroz bildirganlarni bahona qilib, qarshi chiqmaganlarni qatib rahimsizlarcha qatlam qildi. Bu qatlamlarga qarshi chiqqidek kuchimizning qolmaganligini ko'rgan Xitoy tajovuzchilari texmi haddidan oshib bu qatlamlarni irqiy qirg'inchilik saviyasiga chiqardi. Bu qatlamlar hozir Xi Jinping boshqarishidagi Xitoy shovinistlari ve Xitoy terroristleri tarafından irqiy qirg'inchilikqa yükseltilmekte. Ve bu irqiy qirg'inchilikni bütün dünyanın ko'zi oldida icra qilmoqda. İşgaliyet tariximizga bir qarab baqayli. Xitoy tajovuzchilari boshda har xil qalpoqlar ve siyosiy suiqasdlar bilan siyosiy rahbarlarimizni qaralab, o'ltirib, o'rniga Uyg'ursiman Xitoy ruhliq jonivorlarni qahramon qilib tiklab qo'ydi. Biz bu suiqaslarning oldi oqisiga qaramayla aldandik. Andın yana ong saviyasi yuqori diniy zotlarimizni, ziyolilarimizni, boylarimizni va san'atchilarimizni, shundaqla xalqimiz ichidagi har sinfdan kerakli insonlarimizni har turli tuhmatlar bilan qaralab o'ltirib keldi. Buningga ba'zilarimiz ishondik va ba'zilarimiz ishonmadik. Ammo millatimizga qilingan bu suiqaslarga qarshi yeterlik derecede karşılık ko'rsatmadik. Çünkü Xitoy tajovuzchilari bu suiqasdlar orqali xalqimiz orasiga qo'rqinch paydo qilib, bir tarafdan o'ltirib, yana bir tarafdan aldab, xalqimizning yurgini mujib, Xitoylarga xos diktatorlik tuzumi bilan xalqimizning vijdon ovozini bo'g'ib keldi. Qarindoshlar, biz nima uchun mush og'ir achinishli kunga qoldik? Chunki biz boshdan oxir ta bugungi irqiy qirg'inchilikni ko'rganga qadar dushmanimizni taniyolmadik. Xuddi hozir qarindosh millatlar va dindosh millatlar Xitoy tajovuzchilarining asli niyatini va dushman ekanligini taniyolmagandeklar. Qarindoshlar, dushman demak bizga dushmanlik qiladigan, bizni o'ltiradigan, bizni yo'q qilishni planlagan kuchga deyiladi. Dushman bo'lg'achqa bizni o'ltiradi. Düşman bo'g'achqa bizga ziyonkashlik qiladi. Düşman bo'g'achqa bizni yo'q qilishga tirishadi. Beshimizga kelgan bu baloyi ofatlar dushmandan kutiladigan normal ishlar.
Ammo normal bo'lmagan ish bizning dushmanni tunimasligimiz yoki tuniyolmasligimizdir. Biz dushmanni nima uchun tuniyolmaymiz? Chunki biz o'zimizdan yatlashib ketdik. Biz o'zimizdan yatlashib o qadar orqaga chekindikki, oxir dushmanimizning saviyasiga tushib qoldik. Biz dushmanimizning saviyasiga tushib uzun zaman yashag'achqa dushmanimizga ko'nib qoldik. O qadar ko'ndikki, dushmanimiz bizga dushman ko'rinmaydigan, ammo o'z aslimiz o'zimizga yot ko'rinadigan bo'lib qoldi. Dushmanga oid narsalarni yangilik va zamonaviylik deydigan, ammo o'zimizga oid narsalarni ko'nilik va xurofotlik deydigan manqurtlik ahvoliga tushib qoldik. Shuning uchun bugungi mushu irqiy qirg'inchilikqa uchrab turibmi, dushmanni tuniyolmayapmiz. Biz gunohsiz tursak bizni nimishqa o'ltirdi deb bolalarcha o'ylaymiz. Halbuki dushman bizni gunohimiz bo'lganligi uchun emas, balki Uyg'ur bo'lganligimiz uchun yoki Sharqiy Turkistonlik bo'lganligimiz uchun o'ltiryapti. Shundaqda dushman bizni dushman bo'lganligi uchun o'ltiryapti. Demak, biz o'yganmasak, dushmanni tonimasak va o'zimizga qaytib kelmasak, dushman bizni o'ltirishga davom qiladi. Bizni yo'q qilishga davom qiladi va bizmi yo'qolishga majbur bo'lamiz. Hozir biz Sharqiy Turkiston xalqi sifatida dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari tomonidan o'limga hukm qilindik. Dushmanimiz bu hukmni Xi Jinping jallod boshchiligida ijro qilyapti. Biz o'zimizni bu o'limdan qutqazmasak, bu dunyoda xorliqqa mahkum bo'lganimizdek, oxiratdami xorlig'icha azobga duchor bo'lamiz. Chunki dushman tarafidan tengilgan xorliqdan qutulishga tirishmaganlik Allohning dargohida xorliqqa oshiq bo'lganlik hisoblanadi va shu bo'yicha jazo beriladi. Bir savol bor. Undaqda bu o'limdan o'zimizni qanday qutuldiramiz? Javob shu. Dushmanni tunish va dushmanga qarshi kurash qilish bilan. Yana bir savol. Dushman bilan qanday kurash qilamiz? Biz aciz va dushman kuchlik. Dushmanga qanday taqobil turamiz? Javob. O'zimizni kuchlantirish uchun moddiy va ma'naviy jihatdan chaniqamiz. Qo'limizdan nima kelsa, oz bo'lsin qo'limizdan kelganini qilamiz. Badani aciz odam chaniqsa, badani kuchli bo'lgandek, bizmi har bir Sharqiy Turkistonlik mustaqillik yo'lida chaniqamiz. Az bo'lsin mustaqillik yo'lida vazifa olamiz. Algan vazifani uzluksiz ijro qilishga tirishimiz. Shunda qilsak, asta-asta irodamiz kuchlanadi. Aqlimiz kuchlanadi, tajribamiz oshadi, ko'zimiz ochiladi, ruhimiz sog'lomlashadi, vijdonimiz tiriladi. Natijada o'zimizga va millatimizga ichimiz og'riydigan holga kelamiz. Bir-birimizga ehtiyojimizning borlig'ini his qiladigan bo'lamiz. Birimizning g'alabasi hammamizning g'alabasi bo'lib ko'rinadi. Birimizning dardi hammamizning dardi bo'lib tuyuladi. Mushundaq bo'lganda oxiri milliy uyg'onish va milliy tirilish maydonga keladi. Va biz shu chaqda o'zimizga qaytgan bo'lamiz va shu chaqda dushmanni tuniymiz. Biz tirilganda, o'zimizga kelganda va dushmanni tuniganda dushman bizga hech nima qilolmaydi. Chunki biz o chaqda dushmanga qarshi mudofaaga o'tgan bo'lamiz va dushmanga qarshi kurashga atlangan bo'lamiz. Shuning uchun qarindoshlar, vazifa olaylik. Qo'limizdan kelganini qilaylik. O'zimiz uchun va millatimiz uchun ish qilishni xo'y va odat holiga kelaylik. Vazifa olmasak va o'zimizdan kelgusi uchun bir ish qilmasak, ömrümüzün behuda ve ma'nisiz o'tib ketayotganligini his qiladigan holga kelaylik. Qarindoshlar, vatanimiz Sharqiy Turkiston biz uchun Nuh alayhissalomning kemasiga o'xshaydi. U kema bizni qutqizish uchun yasalgan. Ammo u kema chilbörelar tarafidan bulab ketilgan. U kema qutulsa biz qutulamiz. U kema qutqizilmasa biz yo'q bo'lamiz. Chilbörelar bu kemani hangi so'rayotdi. Biz uni qutuldirish uchun uni og'amchilarimiz bilan bog'lab tuzgu so'raymiz. Mushundaq bir manzarada sizmi kemani tuzgu so'rganlarning qatorida
ekanligingizni da'vo qilasiz-yu, sizning og'amchingiz u kemiga bog'lanmagan. Yoki bog'langan bo'lsa-mu, siz uni so'ramaysiz. Mushundaq ahvol ostida siz yolg'onchi yoki aldamchi hisoblanmamsiz. Xuddi shuningdek, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga hassa qo'shadiganligingizni da'vo qilasiz-yu, ammo bu harakatda hech bir vazifa olmaysiz. Ağamçınız u kimiga bog'lanmagan yoki siz u ağamchiga bog'lanmagan. Bu halda siz o'zingizni, xalqingizni va hatto Allohni oldigan bo'lmamsiz? Albatta shunday bo'lasiz. U halda qarindoshlar, vazifa alayli. Tarqitib etilgan milliy armiyamizning o'rniga milliy armiya bo'layli. Shuning uchun bu milliy armiyamizning yo'qotilgan kunini esimizdan chiqarmayli. Bizning başımızga kelgan bütün baloyi ofatlarning kelish sababi vatanimiz Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilarining ishg'oli ostida bo'lib qolishidir. Bu sababdan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish hammamizning ustiga farzdir. Egimiz Allohni rozi qilishmi, qila olishimizmi buningga bog'liq. Rasulullohga ummat bo'lib shafaatiga erisha olishimizmi buningga bog'liq. Bu dunyoda insondek yashay olishimizmi ve insandaki yüzümüzü götürüp yürüye alışımızmı bununla bağlı. İgimiz Allah bizni Xitoy tajovuzchilarining bütün suiqasdidan saqlasin. Xalqimizga azatlik, Sharqiy Turkistonga mustaqillik ato qilsin. Amin. Ve bizni ikkala olamda aziz ve baxtli qilsin. Amin. Axborotning inglizchasimi e'lon qilindi. Namoyishchilar shuar to'lab xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat va mustamlaka harakatini oxirlashtirishga chaqiriq qildi. China, don't you lie! You're committing genocide! Independence for East Turkestan! Vatan mustaqilligi harakati sharaflar ichida eng ulug', badili ig'ir, tavakkulchiliklari ko'p bo'lgan qutlug' harakatdir. Bu harakatning ulug'ligi shuningdeki, uning yo'lida o'lish shahidlikni, saq qilish g'oziylikni, qoldirgan izlar qahramonlikni baxshanda qiladi. Qozongan sharaflar o'z navbatida millatga, xalqqa keltirgan shon-sharaf sifatida taqdirlanadi. Avlodma-avlod duoyi salomlar bilan, madhiya olqishlar bilan yod etiladi. Milliy xotiraga o'chmas tarix bo'lib tutilish mana bu tarzda ro'yobga chiqadi. Bu harakatning badalining ig'ir bo'lishi shuningdeki, har turli yakka va kollektiv manfaatlar uning manfaatiga xizmat qiladi. Shaxsiy doirasidan halqmaydigan mol, oila, yuz obro'y, mansab, jon qatorliq to'lashga tegishli barcha badallar uning yo'lida pido qilinadi. Uning ozodligi yo'lida kishilikka chetiladigan barcha erkinliklar bo'g'ilishga tayyor turadi. Yuz kelganda uning hayotligi uchun mamotliq vazifaga aylanadi. Bu harakatning tavakkulchiliklarining ko'p bo'lishi shuningdeki, uning yo'li bog'i bo'stonlikqa tutashgan tikanlik yo'ldir. Bu yo'l irodani tavlaydigan, toki nafasdan qolganga qadar ko'rminglagan sinoqlar, imtihonlar, pishkanliklarga to'lgan, go'yo pilsirat ko'vrigi misoli qildan inchiki yo'ldir. Bu yo'lda salla irodasi bo'shagan, ko'zi qo'rqqan, manzilga qarab ilgarilashda tamtirgan, oldi orqasiga qarab andikan hamon teyilish, yiqilish, do'mlab tushish hech gap emas. Manzilgohning yo'li bo'lgan Firdavsga tutashgan relisning asfali safilining relisiga almashib qolishi, yillab qilingan ajrning birla anda ko'pikka aylanishi har zamon mumkinchilik doirasidadir. Shunga bu yo'l kishidan doimo saq turishni, shuurliq bo'lishni, bosgan qadamlar uchun farosat nurini chiroq qilib olishni talab taqozo qiladi. Bu yo'lga qadam olmoq ma'lum ma'nodan aytganda oldin kepallikni hozirlab qo'yib atlanishni shart qilgan bo'ladi. Vatanni moddiy va ma'naviy ishg'oldan ozod qilish ko'rishidan iborat bu qutlug' yo'l vazni, xarakteri va istiqboliy e'tibori bilan yuqorqi 3 nuqtaga markazlashtirgan chog'da vatan yukini zimmasiga ortish salohiyatini qo'lga keltiruvchilarning o'z navbatida bu yo'lning shart va taqozolarga uyg'unligini iddia qiluvchilar ekanligi o'ttirg'a chiqadi. Shundaqla mazkur shart va taqozolarga uyg'un kelmaydiganlarning bu yo'lga qisilib olishning o'ziga va vatanga zulm qilg'ichi bo'lib qoladiganligi, kishining aslida faqatla chami yetadigan ish bilan mukallaf ekanligi, shartga uyg'unlashmaganlarning vatan yukini zimmasiga olish salohiyati yo'q bo'lib qolmay, aksicha vatanga yuk bo'lishdan boshqaga yaramaydiganligini bilib yetishi,
haddini bilishi, dengsishi kerak bo'ladi. Burhan Muhammadning noahlilik va salohiyatsizlik sirtmoqlarida bo'g'ilayotgan mustaqillik ko'rishi nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.